Assalomu alaykum. Bugun mazali taom pishiramiz. Tiftelga 300 gram farsh, bitta mayda to'g'ralgan piyoz, bitta tuxum oqi, tuz va priprava sepib dumaloqchalar yasab olamiz. 100 gram yog'da aralash ziravor bilan qovurib olamiz. Tiftellarni ko'tarib olib, shu yog'i o'zida ikkita piyozni mayda to'g'rab qovurib, birinma-ketin masalliqlarni solib olamiz. Bir donadan kartoshka, piyoz, 2 xil perits solib, ketidan tiftelimizni solib bir aylantirib, tuz sepib, suv quyib olamiz. Miltillatib qaynatib qo'yamiz. Lapshasiga 2 ta tuxum, ozgina tuz va un qo'shib, qattiq xamir qorib olamiz. Xamirimizni yoyib olib, chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Hech qachon damashniy lapsha qilishga erinmanglar, bu juda ham mazali bo'ladi. Endi qozonimizga jo'natamiz deb 5 minutgina qaynatamiz. Taomimiz tayyor, quyuqqina chiroyli bo'lib chiqadi.